Assalomu alaykum. Pol avtomatda uglekislota gazi nima uchun muzlaydi? Hozir shuni misoli bilan ko'rsatib beraman. Nimaga muzlayotganini, sababini tushuntirib beraman. Mana pol avtomat apparatimiz ishlab turibdi. Ovoz chiqib turibdi. Ovoz chiqib turibdi. Mana. Zo'g eshitilyaptimi? Qanaqa chiqyapti? Mana balon. Xuddi shunga ulangan balon. Balon. Muzlamagan, to'g'rimi? Mana balon muzlab qolgan. Nimaga bu muzlab turibdi? Nimaga bu muzlayapti desangiz? Buni muzlashining sababi mana. Gaz rosa ko'p ketyapti. Qachon shu apparatingizni kuzating, gaz balonni kuzating. Agar gaz balon shunday tagiga muzlayotgan bo'lsa, demak siz gazni haddan tashqari ko'p ishlatyapsiz. Ko'p rasxod qilyapsiz. Mana yangi svarshiklar mana. Shuni tushunmasam, qancha rasxod qilyapti gaz. Shuni hisobiga balon muzlayapti o'rtoqlar. Yangilarga yaxshi ma'lum. Agar shu gazni shunaqa ishlatmasdan sal pasaytirib ishlatsa, mana pasaytirib qo'yamiz. Tak, o'ngga burasak gaz ko'payadi, chapga burasak ozayadi. Oldiramiz. Yana oldiramiz. 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 Mana. Gazni ozaytirib qo'ydik. Bu muzlaganini bilish nima uchun kerak desalaring, muzlagandan gazni ko'p rasxod qilayotganingizni bilib olsa bo'ladi. Shunga qarab gazni ozaytirib, ekin qo'yib ishlasalaring uzoqqa yetadi.